Va nihoyat yangi qishloqqa ham kelib oldim. Bu 13 qishloq ekan-ku, yes. Men bu qishloqni qanchalik qidirdim. Qani mering uyim menga libboy uy ham bo'radi. Hojitel. Nima qilib siz bizning qishlog'imizda kimsiz? Da, men yangiman. Ha, siz mering uyini qidirayotgan so'z olsangiz kerak-a? Albatta. Mana bu katta uy. Shumi? Mana bo'l. Assalomu alaykum merjan janoblari. Va alaykum assalom, nima gap? Siz bizning qishlog'imizda yangimisiz? Da, albatta. Demak sizga uy kerak, to'g'rimi? Nimasi bo'ladi-da, shunaqa. Bitta uy bor-da. Faqat u qancha bo'lishi kerak? U 5 stak izvorod. Mayli, nimaga bunchalik qimmat desangiz, u poliza biladi. Albatta. Unda qarochi anani qilasiz, nima desam bo'ladi? Ko'zlitsa bor-ku, o'shani to'g'risida bitta katta uy bor-ku. O'sha katta uyga orqasidagi katta uy. Sizga. Xo'p. Mana sizga. To'xtang, nimaga olmayapsiz? O'zingiz bermayapsiz-ku, normalniy. Xo'p. Undami kaltini bermaysizmi? Uy eshigi ochiq, borib aniq qilsangiz bo'ladi. Keyin kaltani beraveraman. Xo'p. Okey. Mana bu uyda ham nima desam bo'ladi? Mana shu bo'lishi kerak. Atak menga mana bu kuznitsa yoquvdi. Mana shu kuznitsani olgim kelyapti-da. Lekin normalniy uy menimcha. Video yoqilib ketdi-yu. What the fuck? Barchaga salom alaykum obunachilar. Qarochi sizlar bilan o'sha Mezzi Minecraft obunachilar. Obunachilar maskinam zo'rmi obunachilar? Iltimos, bu men yangi youtuberman. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar obunachilar, iltimos. Mana sizlar bilan salomlashib oldim. Endi esa mana bu joylarni to'g'irlash kerak. Hozir mana bu kuznitsani so'rab ko'rishim kerak. Bu kuznitsada kim yashaydi? Hozir merdan so'rab ko'rishim kerak. Stop. Assalomu alaykum jonishlar. Olib ber. Ya'ni yana bir bor. Nima gap? Mezimida otingiz? Ha, men otim Mezzi. Xo'p. Nima keldingiz? O'matda kuznitsa bor-ku. Da, xo'p. O'sha kim yashaydi? U yerda Rafiya degan youtuber yashaydi. Tanidim. Qarochi, alo yo'qmi sizda instrumentlar? Bizda ovora talo bor, nima desa bo'ladi, siqlar. Men bu qishloqda ovonaman. Ha. Hoki. O'sha yerda olaman temirli mahsulotlarni. Okey, oldim qarochi endi bo'lsa men merga rahmat deb ketdik. Xo'p. Janob mer sizga addushi rahmat. Rahmat shartamat qarochi o'sha polizni yig'ishtirib soliqlarni to'laysiz. 3 kunda bir marta. Zo'r-ku. Zo'r, rahmat. Rahmat bizning qishloqda yashaganingiz uchun. O'zingizga ham rahmat. Xo'p. Qarochi endi men bilan aniqolamiz. Obunachilar, merimiz bizga Rafiya dedilar-ku. Hozir men sizlarga uni skinini ko'rsam, bitta ekraningizda chiqadi. Mana ko'rdinglar, obunachilar chiqdi. Like bosib qo'yinglar, iltimos. Qarochi, men yangi youtuberman. Shuning uchun like bosib qo'ysanglar zo'r bo'lib ketadi. Okey. Qarochi, men buni olaman.
uzr obunachilar. Такой себе, макой себе. Yo'q, narsa qilgan ko'zimni qo'yasizlar, iltimos qiluvchi. Okey, hammalarni qo'yamiz. Mundoq. Mana okey, такой себе, макой себе. Okey. Bo'ldi, endi mana buni. Okey, короче. Endi mana buni hammani qo'yib olamiz. Bu yerda nima bor? Bola. Mana bu yerda bu meni uyimni tagida hech narsa bo'lish kerak emas. To'xtanglar, obunachilar. Rasmga olamiz mana. Rasmga olib, tez-tezmi yerga borib ko'rsamiz. Yo, to'xtanglar. Balkim u yerda zo'r narsa bo'lsa-chi, nima qilaman men? O'shanchun такой mana olib tez ana bilan tushib, okey, sekin tushamiz. Bu qanaqa mashina? Ham chetida o'tib BMW M5 mi yoki bilmayman qanaqa. Oh my god! Wow! Versiyasi BMW. Obunachilar buni chiqarib olishimiz kerak. Mana bu. Bu sandiqda nima bor ekan? Mana kalitda buni. Tez buni chiqarib olishimiz kerak obunachilar. Okey, короче, tez chiqarib olamiz. Chunki bu mashina endi meniki. Hech kim olib qo'yishga haqqi yo'q obunachilar endi bugundan keyin. Chunki obunachilar qonunga ko'ra masalan bu meni uyimga aylandimi obunachilar? Matsam bo'ladi. Men bu uyni sotib oldimmi? Demak, bu meni mashinam bo'ladi obunachilar. Lekin qanaqasiga bunaqa chiqib qoldi obunachilar. Qanaqa omad bo'lishi mumkin bu? Mana bu yerda hozir mana bundoq qilamiz. Mana u sandiqdan mana bu nimaga? Balki mashina ichiga solardir balki. O'tirib olamiz. Hozir tiqib ko'raman, kalitini buraymiz. Hozir topib olaman. Okey, topib olay. Ana. Endi esa bo'ldi, ketdik endi. Ana короче, chiqarib olamiz. Okey, chiqarib oldik obunachilar. Nima atsam bo'ladi? Qani endi buni такой себе qilib mana bu yerga qo'yib qo'yamiz, chunki bu bo'ldi, bu meni mashinam obunachilar. Okey. Endi mana bu yerni tez yopib tashlashimiz kerak. Okey, такой себе qilib sekin такой себе. Okey, mana bundoq. Okey. Tez yopib tashlashimiz kerak, chunki bu yerni tekshirishadi menimcha obunachilar deb o'ylayapman. Bo'ldi, короче. Endi bu yer o'zimga podvol bo'ladi. Yes, balkim keyingi videolarda yopib tashlayman obunachilar. Yana bilmadim. Bo'ldi ana obunachilar, qo'y. Endi men o'zimga daraxt chopib kelishim kerak. Men yaqinda ana o'yinchi bilan ham ko'rishaman, u bilan tanishib olaman. Uni yaqinda tanishib olsam, hammasi такой себе bo'lib ketadi. Okey. Bu tosh, bu daraxt nimaga? Jinni, mezitselar. Mana mashina kimdir haydayaptimi? No. Haydashi mumkin emas. Qanaqasiga? Endi okey, mana versak yasimiz. Lekin mana buni qora bozorda sotsam nima bo'lib ketishini o'zingiz ham bilmaysiz. Okey, короче, mana bundoq qo'raman. Mana bundoq qilsam versak tayyor bo'ladi. Mana bu yerga versak.
Yana nima o'qisam bo'ladi? Sandiq. Okey, ikkita. Uchta savol mana bu yerga sandiq. Vatda notor qo'yardim. Takoy. Ana bu yerga okey, mamki. Ha, meqqa anu yaz. To'xtaylar, mana shuni qanaqa shunaqa yasasaladimi? Okey. Doq qilib yasab olamiz. Umuman iltimos kanalga bosib qo'ysanglar, zo'r ketardi hamma yoq va mana aniq qo'yaman. Okey. Men keyingi videolarda bularni sotib yuborishim ham mumkin. Mana bu nimaga ekan? Ha, bu yangi versiyalarda nima desam bo'ladi? Vazifasini bajarsak, yo'q, bu yangi versiya emas-ku. Oddiy Minecraft ko'rsagan Minecraft. Hozir men polizimni yig'ishtirib olaman. Okey, mana qo'ysam, mana bu obunachilarni tozalab oldim. Endi bu polizlarni merga olib borib beraman. Hozir okey. Salonga yana biror janob mer, men salonga keldim. Vo, sen bo'lib chiqding-ku, rahmat. Okey. Va keyingi videolarda ham mana bu uyimni zo'r qilib olganimdan keyin mana buni anunga normalniy qilib joylashtirib qo'yishim kerak. Chunki olib qoladi, obunachilarni bu yerga qo'yib qo'ysam, mana bu yerga zo'r bo'lardi. Bo'ldi, is qilib qoldim. Ana bo'ldi. Buni anonsi yopmas ekan internetda ko'rishibchi. Bo'ldi, endi sizlar bilan ham xayrlashaman. Obunachilar, hammaga xayr. Salomat bo'linglar.